Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz xudo xolasa rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisidamiz. Xudo xolasa 14 kunlik umra ziyorati haqida sizlarga to'liq ma'lumot berish uchun tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa bunga bizga yordam beradilar Qahramon aka. Assalomu alaykum Qahramon aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Aka, mani obunachilarim kuzatib borayotgan barcha uchun mana shu 14 kunlik umra ziyorati haqida ma'lumotlar berib o'tsangiz. Va qaysi kunlari qatlardan reyslar bor, shular haqida ham bir batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, aka, avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib turganlar uchun 14 kunlik umra safarimiz. Reyslarimiz Vodiydan, Farg'onadan haftada 2 kun bo'ladi. Seshanba, chorshanba kunlari prямой reys, haftada 1 kun Namangandan bo'ladi va Toshkentdan kunma-kunora reyslarimiz bor. Xo'p aka, yana hozir to'lov masalasi, bu to'lovning ichida nimalar bo'ladi? Shular haqida ham ma'lumot bersiz aka. Mana hozir Vodiydan deyapsiz. Qaysi kunga Vodiydan bor, qayerdan bor? Shu to'g'risida ma'lumotni bersiz. To'lov masalasi to'g'risida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p, aka, Vodiydan Namangandan 1-fevral, ya'ni ertaga Namangan Jidda reyslarimiz bor. 3-fevral Farg'onadan Farg'ona Jidda reysimiz va 10-fevral Farg'ona Jidda prямой reyslarimiz bor aka. Bundan tashqari bitta to'lovli evaziga bizning firma tomonidan beriladigan narsalar aka, bordi keldi biletingiz bilan bo'ladi, vizangizni beramiz. Xudo xolasa mana bunday Centrum Holidays'da bo'yinbog'lar beriladi aka. Mana bunday kamzil beriladi Centrum Holidays kuni aka va yana qo'mchalarni beriladi Centrum Holidays'da. Battan ketayotganingizdan keyin aka. Atga borganingizdan keyin biz 50 boshlarimiz tomonidan sayohatlarimiz va ibodatga boy aka, Qizil dengiz, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, G'iro g'ori, Qur'on bosmaxonasi va shuning kabi qo'shimcha sayohatlarimiz bor aka. Bundan tashqari gastnitsa xizmati, ovqatlari, taomlari, transport xizmatlari bir to'lovning ichiga o'z nimasini oladi aka. Bir to'lovning ichida hammasi birgalikda bo'ladi aka. 14 kun davomida 3 kun Madinaviy Munavvarada bo'ladi, 11 kun Makka da bo'linadi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal beriladi taomlar aka. Gastnitsamiz oraliqlari Madinada 150-200 metr atrofida bo'ladi. Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida aka. Undan tashqari piyoda boruvchilar uchun, xohlovchilar uchun haramgacha 10-15 daqiqalik masofa bo'ladi. 24 soat davomida avtobuslarimiz bepul tarzda xizmat ko'rsatadi, hattoki bitta odam uchun ham. Hozir shu Qahramon aka aytgan narsalar barchasi bitta to'lov ichida bo'lsa, endi hurmatli obunachilar, kimdir uyiga sovg'a salom olmoqchi bo'lsa, boshqa bo'lsa, shu uchun o'zlarining ehtiyojiga yonlarida ozgina pul olsa bo'ldi ekan, qolgan barcha xizmatlar ko'rsatilar ekan shu bitta to'lov ichida. Ro'za Ramazon oyiga boraman deb niyat qilib turganlarga ham qabullar boshlanganmi? Shular to'g'risida ham bitta ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, ro'za Ramazonning 1-2 kunliklari bor, 3-10 kunliklari bor. Kimga qanday ma'lumotlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga batafsil ma'lumot olish uchun qo'ng'iroq qilib bilishlari mumkin bo'ladi aka. Qabullarimiz boshlangan. Qahramon aka, sizga ham rahmat. Hurmatli obunachilar, videomiz sizlar uchun bo'ldi. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. O'zlarini qiziqtirgan savollar bo'lsa, har qanday ma'lumotlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishlari mumkin. Xohlovchilar kelib ofisimizga o'zlariga kerakli ma'lumotlar batafsil olishlari ham mumkin. Yana bir narsa aka, biz 12 ta viloyatdan onlayn tarzda faoliyatimizni olib boramiz aka. Endi asosiysi narxiga keladi. 1-fevraldagi Namangan Jidda reysimiz $875 siz obunachilaringizga aka. Farg'ona Jidda 3-fevral $950 va 10-fevralda $980 deb belgiladik aka. Bizni musofirdan va 12 ta viloyatdan kuzatib turganlar uchun Centrum Holidays'da shot raqamini beramiz. Bizga aloqa chiqsa aka, o'zlariga qulay bo'lgan bank yo bank filiallaridan to'lov qilishlari mumkin bo'ladi. O'sha to'lov qilgandan keyin chekini rasmga olib tashlashsa shu kifoya bo'ladi aka bizga. Qahramonjon aka, sizga ham rahmat. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga to'lov masalasida ham ma'lumotlar berib o'tdik. Agar o'zlaringizga qaysi bank qulay bo'lsa, bank orqali to'lasalaring ham bo'ladi. Barchalarga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun qiziqarli bo'lgan videolarni qo'yib borishda biz ham davom etamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Qahramon aka, yana bir bor sizga rahmat. Sog' bo'ling.